Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videomizda chiroyli qilib Ayda multfilm yasab sokqa qolsa bo'ladigan, lekin Ayni pul emas, tekin versiyasida ishni boshlab, xudo xolasa bir 50 ming so'm, 100 ming so'm bilan obunalarni bemalol ko'tarilib olguncha ishlatishni ko'rib chiqamiz. Tak, nima qilamiz? Birinchi o'rinda cho'zib o'tirmaymiz bizda, ishni boshlab ketamiz. Tak, nima qilamiz? Bundan oldin, mana shu videodan oldin video ovatgandim. Ovatganimda xotiram to'lib qoldi video o'chib ketib qoldi. Keyin men ham erinib qoldim-da. Endi qisqa qilib tushuntirib o'tib ketaman. Tak. Hozir birinchi o'rinda rasmni tayyorlab olganman. Rasm tayyorlash haqida qisqacha mana shu yerda gapirib o'tib ketib beraman. Hozir ko'rsatib tushuntirib gapirib beraman. Tak, mana. Grok ilovasini tortib, ro'yxatdan o'tib olganingizdan keyin, Imagine degan bo'limiga o'tasiz. Imagine degan bo'limida yana ishlamay qolyapti. Nima bo'lyapti bilmadim. Tak, Imagine degan bo'limga o'tganingizdan keyin bu yerda video yaratish funksiyasi bor. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda rasmlar, videolar bor. Xullas, maydagi rasmlar ham video bo'ladi. Xullas, mayli. Mana bu yerda See All degan tugma galereyasi ochib beradi. Mana shu galereyani o'zida tushuntirib beraman. Tak. Birinchi o'rinda mana bunaqa qilib qora qalamda buni o'zida o'zingiz xom ideya chizib olasiz. Xom ideya chizib olganingizdan keyin mana bunaqa ko'rib turibsiz, mana bu yerda bitta bola, bitta qiz turibdi. Mana shu bola bilan qizni sun'iy intellektdan inglizchada so'raysiz. Menga mana shunaqaga o'xshash, shunaqa ko'rinishda yoki shunaqa multfilm uchun qahramonlar yaratishim kerak. Birinchi o'rinda menga bitta bola yaratib ber, orqa fonini oq qilib deb inglizcha yozadigan bo'lsangiz yaratib beradi. Keyin yoqqanini o'shalarning ichidan tanlab doimiy ishlatsangiz bo'ladi. Mana shuni tanlaganingizdan keyin sun'iy intellektga mana rasmni yuklaysiz. Keyin mana shu rasmni mana shu qahramon bilan to'ldirib realistik karton uslubida, multfilm uslubida o'zgartirib ber desangiz, mana shunaqa rasm yasab beradi. Bu bir formatda Gemini'dan so'rab yasattirsangiz bo'ladi buni. Gemini yasab beradi. Keyin Firefly yoki boshqa sun'iy intellektlar bilan ro'yxatini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalida descriptiondan yoki kommentariydan topsangiz bo'ladi. O'sha yerga tashlab, qisqacha Telegramda o'zida ham tushuntirib qo'yaman. O'sha yerdan Firefly yoki boshqa generative fill AIlarda 16:9 formatga o'tkazib olasiz rasmni. Mana shu 16:9 formatga o'tkazish paytida ham kerakli narsalarni o'zingizga xohlagan, lekin rasmda chiqmagan narsalarni qo'shtirib olsangiz bo'ladi. Tak, mana rasmni tasdiqlashni bosamiz. Mana 16:9 formatda ko'rib turibsiz. Mana bu yerda chiroyli multfilm sifat shahar, qishloqlar, mana bu yerda uylar, daraxtlar chiroyli qilib mana kapalak mana bu yerda kumush, balog'batalarni ham qo'shib qo'ygan. Endi bu rasmni qo'yganingizdan keyin tap to edit image rasmni o'zgartirish uchun yozing deyapti. Yo'q, bu hozir bizga kerak emas. Bosamizda rasmni qayta yuklaymiz. Bizga video yasash kerak hozir. Mana video yaratilish boshlandi. Bitta o'zi Grokni o'zi bundoq rasmga qarab chiqadi-da, o'ziga ma'qul kelgan, ya'ni o'zi nima desam bo'ladi, o'zi fikrlagan, o'zi tizimi aniqlagan narsani videoda sal bo'lsa ham chiqarib beradi. Rasmni nimasiga qarab, qandayligiga qarab. Yoqmaydigan bo'lsa, bu videoni yuklab olishingiz shart emas. Bu videoni olishingiz shart emas. Hozir yasab bo'ldi, endi ko'ramiz. Qanaqa qilib video yasab berdi bizga. Mana ko'rib turibsiz. Mana shunaqa rasm yasagan. Mana уже davomini o'zi yaratib ketgan. Bu nima desam bo'ladi, sal bo'lsa ham kutilmagan natija bo'ldi. Mana bu yerga suvlarni qo'shib qo'yibdi, cho'tka qilib o'zgartirishlar qilibdi. Yaxshi, normalniy qilgan. Keyin buni saqlab olamiz o'zimiz uchun. Endi mana bu yerga rasmni boshqacharoq qilish uchun bemalol o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Qiz bilan bola nimadir qilyapti deb bemalol mana bu yerga yozsangiz bo'ladi. Nima deymiz? Rasm qanaqaligi videoni ko'rganimdan keyin esimdan chiqib qoldi. Tak, nima deb yozamiz? Girl, qiz va boy are running and boy falls
down and girl sit on him deb yozib qo'yamiz. Ya'ni ikkalasi yugurib turganda bola bilan girl va deb yozib qo'yibman mana bu yerga. Girl and bilasiz mana yozdik. Endi buni bitta jo'natib olamiz. Ya'ni bu yerga nima desam bo'ladi? Bu yerda hozir professionalniy o'ylangan ideyalar bilan tayyor jarayonni ko'rsatmayapman. Shunchaki sizga tushuntirib berish uchun mana shu nima desam bo'ladi? Narsani qilib beryapman. O'chib ketib qoldi. Down. Boys fall down. Girl sit on him deb yozib qo'yamizda buni saqlab olamiz. Bu yerda ba'zan mana shu ishlamay qoladi. Davom ettirib ketish. Shuning uchun o'zingizga kerakli narsa bo'lsa, sun'iy intellekt kerak bo'lmasa, mana shu yerda bosib ketganda mana yuklayapti. Yuklagan paytida tegmay turasiz. Yuklagan paytida birozgina kutib turamiz. Mana bu yerda video yaratilmoqda deb mana bu yerda foizni sanashni boshlaganda srazi o'zgartirish qilib yuborishingiz kerak bo'ladi. Mana shu yerga tayyor promptni yozib yasash qilsangiz, qaytadan foizni yana qaytadan sanash boshlaydi. O'shanda siz aytganingiz bilan yasayab turgan bo'ladi. Yo'q, bo'lmadi. Keyin boshqatdan yaratish qilamiz. Rasmni qo'yamiz. Internet muammosi bo'lsa, internetingiz aloqangiz yaxshi bo'lmasa, hozir menga o'xshab mana shunaqa yuklashda, videoni yaratishda sal problemalar bo'ladi. Bu nima desam bo'ladi? Bu nima sun'iy intellekt tomonidan bo'lib turgan xatolik emas. Bu o'zimizni internetimizdan, aloqamizdan bo'lib turgan kamchilik hisoblanadi. Tak, bu bo'lmadi. Qaytadan yuklaymiz. Mana yaratilish boshlandi. Mana уже ko'rib turibsiz, 1 deb sanashni boshlovdi. Biz qaytadan berib yubordik. Mana 0 deb turib, yana qaytadan sanash boshlayapti. Ya'ni endi meni aytganim bo'yicha yaratishni boshladi. Hozir bitta natijani ko'rib olamizda, keyin nima desam bo'ladi? O'shanga qarab fikrimizni bildirsak bo'ladi. Bu Grok 6 sekundlik videolarni yasab beradi. Undan tashqari Gemini'da nima desam bo'ladi? Gapiradigan sahnalarni Gemini'da yaratganingiz yaxshi, Flow'da VO3 AI tizimi orqali yaratganingiz yaxshi bo'ladi. Uni ham keyingi videoda o'rgatib qo'yaman. Mana. Mana ko'rdingizmi? Bola ikkalasi yugurib ketib turgan paytda mana bola yiqildi и qiz uni ustiga o'tirib oldi deb aytgan edim. Mana aytganimdek qilib, chiroyli qilib sahna qilib berdi. Mana shunaqa sahnalarni mana aynan mana shu oxiriga kelgan paytida pauza qilib turib, mana shunday pauza qilib turib, ustidan yana bitta bundoq skrinshot oladigan bo'lsangiz, keyin rasmni chegaralarini qirqib oladigan bo'lsangiz, 16:9 qilib turib yana mana shu rasmni qayta yuklab turib, davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Endi bu sizga rasm yaratish kerak emas, tushunyapsizmi? Videoni oxiridan skrinshot olib turib, rasmni qirqib tashlab, yana davom etib ketsangiz bo'ladi. Bu imkoniyat. Bu juda zo'r imkoniyat. Rasm yaratish shart bo'lmagan, davom ettirish oson bo'lgan narsa. Sal o'xshamay qolgan joylari yoki bir-biriga ulanadigan joylarini CapCut yoki boshqa birorta ilova dasturlarda salgina montaj qilib kesib, ozgina joylarini yoki ovozli joylarini u yoq bu yog'idan qo'yib, montaj qilib YouTube'ga qo'yla bo'ladi. Keyin rasmni sun'iy intellektda yasaysiz, betiga rasm yasaysiz. Tasdiqlash uchun Amerika nomeri ishlatganingiz yaxshi. Amerika nomeri o'zimizdan olsangiz bo'ladi. Telegram kanalimizga kirganingizdan keyin addi o'sha Telegram kanalida tavsifida bizda lichkamiz ham bo'ladi. Mani lichkam bo'ladi. O'sha kirib menga yozsanglar, mana shunaqa nomerimni, YouTube kanalimni tasdiqlatishim kerak deb yozadigan bo'lsangiz, men sizga beraman. Amerika nomer 10,000 so'm bo'ladi u. Tasdiqlash bir marta tasdiqlab olganingizdan keyin thumbnaillarni qo'ysangiz bo'ladi. Undan keyin sizga kerak bo'ladigan narsa yana nima? Sizga kerak bo'ladigan narsa
asosiy narsa Lightroom mana. Lightroomda rasmlarni sifatini, kачествосini oshirsangiz bo'ladi. И Ibis Paint'da maxsus nurlar yoki shunga o'xshash narsalarni yaratib ishlasangiz bo'ladi. Bu haqida ham videolar YouTube'da bor. Tekinga topsangiz bo'ladi yoki o'zim ham sizlarni fikringlarga qarab, sizlarga qanchalik kerakligiga qarab, sizlarni aktivinglarga qarab, bu haqda ham darslik qilib berishim mumkin. Lightroom'da ranglarni to'g'rilaysiz, Ibis Paint'da mana shu ishlarni qilasiz. Grok'da videolarni yaratasiz. Ovozsiz paytlarini, ovozsiz joylarini Grok'da yasaysiz. Ovozli joylarini Google Flow'da yasaysiz. Google Flow bitta nima uchun, bitta dona email uchun 5 ta, 100 ta kredit beradi. 100 ta kreditdan 5 ta 8 sekundlik video yasasangiz bo'ladi. Bu taxminan 40 sekund. 40 sekundli video uchun bitta email kerak bo'ladi. Grok'da ham yasaydigan bo'lsangiz, Grok'da limit yo'q. Bemalol yasab ko'paytirsangiz bo'ladi. Bitta multfilmingiz 3 minutlik bo'ladigan bo'lsa, 5 minutli standart hisoblanadi. 5 minutli 5 minut ichida birorta ma'noni chiqarib berib va videolaringizni zoom qiladigan bo'lsangiz, sizga YouTube aktivni juda ham oshirib beradi. Birinchidan sun'iy intellektda yasalgan video 100% sizniki. Qahramonlarni doimiy bir xil ushlab turish, ya'ni mana shunaqa har safar rasm yaratyap turganda qahramonlarni bitta qo'yib oladigan bo'lsangiz, bu anchagina normalniy bo'ladi. Xullas, shunaqa. Birinchi qahramonlarni yasab olasiz, keyin shu narsalarga o'tib ketasiz. Agar to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu videoda to'g'risi, to'liq o'rgata olmadim. Nima desam bo'ladi, xotirasi ko'payib ketyapti yuklash hajmi YouTube'ga vaqt, ancha narsalar ko'payib ketyapti. Aynan shuning uchun Telegram kanalimizga tavsifdan mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, oxirigacha tavsifdan kirasizda, Telegram kanalimizga obuna bo'lib olasiz. Hamma muammolarni nimalar qilish kerakligi haqida o'sha Telegram kanalimizda gaplashib, hal qilib, pul ishlash yo'llarini hammasini tekinga o'rgatib boraman. Mabodoga 2000, 3000, 10,000, 20,000 dollar topaveradigan bo'lsanglar, keyin ana o'shanda mana shunaqa siz menga mana shunaqa o'rgatdingiz uka yoki aka, kattamiz, kichinamiz bu yosh tanlamaydi. Xohlaganingizcha yasasangiz bo'laveradi. Muhimi sizda sal kreativlik bolalarni psixologiyasini sal bo'lsa ham tushunsangiz bo'ldi. Bolalarga nima yoqadi, bolalarga nimani ko'rishga majbur bo'ladi, bolalar nimani yaxshi ko'radi. Shuni bilsangiz bo'ldi, tamom. Hamma funksiyalar, hamma narsalar cho'tka ishlaydi tamom. E'tiboringiz markazida Muhammadqodir Abdusalomov bo'ldi. Kadir Education kanali. Obuna bo'lishni unutmang. O'sha aytib o'tganimdek, Telegram kanalimizga obuna bo'lib olasizlarda, gruppa ham ochib qo'yaman. Men o'shanga ulab qo'yaman. O'sha gruppaga ham qo'shilib olasizlarda o'sha yerda bemalol muhokama qilib, to'liq bir-birimiz bilan, masalan, siz ko'proq narsa bilarsiz, balki birorta sun'iy intellekt topib olarsiz yana. Nima desam bo'ladi, email deb ochavergandan ko'ra, ko'proq sun'iy intellektlarda bitta email bilan ishlash osonroq. Tushuntira oldim degan umiddaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib yoki birorta kamchiliklar yoki fikringlar bo'ladigan bo'lsa, bildirib qo'ysanglar bo'ladi.